Mamlakatimizda farmatsevtika sanoatini jadal rivojlantirish, dori vositalari va tibbiy buyumlari ishlab chiqarishni kengaytirish hamda sohaga investitsiyalarni faol jalb etish maqsadida qator yangi soliq imtiyozlari joriy etilmoqda. Mavzu tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Farmatsevtika sohasi har qanday mamlakat sog'liqni saqlash tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Aholini sifatli va xavfsiz dori vositalari bilan ta'minlash, mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish hamda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish ushbu tarmoqning ustuvor vazifalaridan biridir. Shu bois so'nggi yillarda mamlakatimizda farmatsevtika sanoatini qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Joriy yil 5-mart kuni qabul qilingan farmatsevtika tarmog'ida ishlab chiqarishni rag'batlantirish va ilmiy tadqiqot jarayonlarini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoni bu boradagi yana bir muhim qadam bo'ldi. Prezidentimizning 35-sonli farmonlariga asosan farmatsevtika sohasida yangi soliq imtiyozlari joriy etilmoqda. Farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarish, dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlashga yo'naltirilgan investitsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlash uchun 3 yil muddatga yer va foyda solig'idan, qurilgan obyektlar bo'yicha mol-mulk solig'idan ozod etish imtiyozlari berilmoqda. Imtiyozlardan foydalanish uchun mazkur faoliyatdan olinadigan daromad ulushi korxona umumiy daromadining kamida 60% tashkil etishi shart. Viloyatdagi mazkur mas'uliyat cheklangan jamiyat 2021-yilda tashkil topgan bo'lib, bu yerda kuniga 50 ming dona antiseptik mahsulotlari ishlab chiqariladi va ichki bozorga yetkazib beriladi. Jamiyat sohaga qaratilayotgan keng imkoniyatlardan unumli foydalanib, faoliyatni yildan-yilga kengaytirib bormoqda. Dastlab 20 nafar fuqaro ish bilan ta'minlangan bo'lsa, hozir bu raqamlar 2 barobarga oshdi. Sohani rivojlantirishga qaratilgan yangi soliq imtiyozlari tadbirkorni yanada ruhlantirdi. Endilikda xorijiy davlatlar bilan aloqalarni ham yo'lga qo'ymoqchi. Ayni paytda viloyatimizda 20 dan ortiq mana shunday dori vositalari va tibbiy buyumlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxonalar faoliyat yuritmoqda. Mazkur imtiyoz va yengilliklar yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish hamda sohaga investitsiyalar oqimini ko'paytirishga xizmat qiladi.